Yana nima bo'ldi? Yo'q, jinnimisan? 12 bo'ldi-yu. Nima? Oilaviy tegmasanga o'yinchoq bo'lib qoldimi? Xotini ketib qolgan buni. Nima? Butunligami? Yo'q usta. 2 kunga ketdi. Uydagilarni ko'rib kelsam. Uyga borsam, nimamish? Nima deydi? Sushiga o'tib kelarmish. Xotin ketib qolibdi. Erkakcha konkretni ovqatlarni mana shu boladan o'rganasan. Ko'rsatma unga bitta yaxshi ovqatingdan o'rgan, tez bitadi yonidan. Xotini ketib qolsa ham, men aybdorman bilan. Tozalayman buni. Bitta bolgarskini to'g'ri o'tolmayapti. Nimani o'rgatmoqchi menga? Makaron qilib bermoqchimiz-a? Mana shu oddiy makaroningga shuncha yo'l bosib keldim. Makaron deysan? Bu senga oddiy makaron emas. Bu Eurofood tushunchasi bilan qilayotgan makaron. Idishini tashlashga ko'zi qiymaydi buni. Bo'ldimi? Tayyor-ki. Bolgarskiy nima qilamiz? Arturasan-da.